Assalomu alaykum hammaga. Biza Bog'ot tumani Qulan Qorabog'damiz. Avvaldan Lenin desa biladi ekanlar bu yerni. Hozir Asif ko'chasi 26-uydamiz. Ilhom og'aning uyida. Bu uyimiz ish sentral yo'lning bo'yida joylashgan. Bu uyimizdan ko'mirdan ataplanish ishlarini aytib berganmiz. Bu uyga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. Degan vaqtimizda 34 million xomchot chiqarib berganmiz. Bugun bitirib, qizdirib topshirdik. Xudo xolasa ko'rib borasizlar. Hozir aytilgan ishlar bilan bir qadar tanishtirib o'tamiz. Bu uyimizda shunday 4 kitobli ko'limizdan qo'yib berganmiz. Nosozlarni ham qo'yib, samotyok sistemada ishni jo'natib berganmiz. Hozir nosozlarni hali to'g'ritmadik. Samotyok sistemada ishlab turibdi. Ko'limiz 3 listdan yasalgan. İchlarida turval bu 300 kvadratgacha qizdiradi. 20 minut bo'ldi yaqib qizdirib topshirganimizda taplinamiz 60 gradus bo'lib turibdi. Aytib o'tgandek, bu uyimizga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. 145 shtuk duralumin materiallarimizdan qo'yib berganmiz. 2.5 stenkalikda 32liklarimiz, 25likimiz, 20likimiz. 20 metr 32lik, 82 metr 25lik, 35 metr 20lik ishlatib berganmiz. Uyimizda shu 11 tochka bo'ldi, 8 yere batareya qo'yildi. Ko'limiz bir tochka, nasos sistemalarimiz bir tochka bo'ladi. Keyin bu ko'limizda uyimizda solnechniy batareya bor ekan, shuning uchun 2 kilovatdan 4 kilovat tenladan qo'yib zakaz bilan yasab berdik. Xudo xolasa ishlatib o'tirgan yerlarimiz bor, qo'yib berganlarimiz guni bilan orqadan tokda ishlab turibdi deb aytib turdilar. Mo'rimiz 2.5 stenkada 127 lik turba bo'ldi. Dalanımıza 20'den 2 yere koyup berganmiz. Bu birinci batarya. Bu birinci bataryamiz girib kelaverishdi. Uyimiz o'xshayib 192 kvadrat yer ataplini o'tirib berganmiz. Podacha obrotka sistemada, samotyok sistemada ishlab turibdi. Birinchi bataryamiz ko'limizda 60 gradus bo'lib turibdi. Uyimizda 49 gradus birinchi bataryamiz. Uyda remont ishlari ketibdi, eleştirmişler. Bu ikinci bataryamiz. 49,3 gradus. Hamma bataryalarimize rossiyskiy latunli kraniklardan koyup 90 gradus büküp rezvolarni qo'lda yonib, charlatib ishlab berganmiz. Shu har bir rezvo yonib 90 gradus bükkanimizda har batareyada unigasina 25 ming so'm, 30 ming so'm ekonom bo'ladi. Bo'lmasa garbet kislorodda siyma bachonkasi, ato'ti hammasi pul turadi. Ba'zi turgan ishlarimiz hammasi uy egasi uchun. Koridorimizda 3-chi bataryamiz. Yerimizdan 15 yap tashlab berganmiz. Pashta bu ham oxirgi bataryamiz. 46 gradus ko'rsatdi. Keyin topli pollari bor ekan, bularni ham chiralatib nosozlarni qo'yib ishlab berganmiz. O'chirib qo'ydik. Mana samotyok aylanmaydi degan bu. Nasos qo'shib bersa, oyoqlardan bir xil bo'ladi, xudo xolasa. Bir kuxnyamiz, 4-chi bataryamiz. Bulardan hammasini 15dan qo'yib berganmiz. 45,6 gradus. Uyimiz polni pasi balandligidan turba o'tgan, xolasa ilib qo'yaveradi. Xolasa shunday yarim qo'yib qo'yadi. Hali kraniklarimiz yarim bo'lib turibdi. Ben peşem koyumdan yeterli. Bir zalımız ahırda toçkemiz bu katyoldan 18 metre uzaklıkta. 41 gradus görsatib turibdi. Bir zalımız uzoq bo'lgancha ahır to'chka bo'lgani uchun 24 latib tashlab berganmiz. Bu dalanımızdagi ikkinchi bataryamiz.
Assalomu alaykum. Keyin bedimizdan bir batareyamiz bor. Keyin buyog'imizdan bir batareyamiz bor. Bu kotoldan girib kelgan birinchi batareyamiz. Esa ko'rib boraverasizlar. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bog'lanaverasizlar. Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir отопление, gaz отопление ishlarini aytamiz. Bu uyimizda общий 34 million so'm pul chiqarib berdik kelgan vaqtimizda 5 million so'm avans olganmiz. Bugun qizdirib yoqib topshirdik, hisob kitob aytib 33 million 317 ming so'm pul bo'ldi. Esa shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'mir отопление o'tiraman degan donishlarimiz bo'lsa, videolarni tashlab, podдержка etib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Esa sog' bo'linglar, hammaga rahmat.